Bunyodkor stadionida ko'pchilik sizni Odilxon bilan ko'rdi. Munosabatlaring qanaqa? Assalomu alaykum. Aka, boshqa savolga o'taylik. Xo'p, siz asli blogermisiz yoki modelmisiz? Blogeram, modelam, ambassadoram bo'lib ishlayman. Bu model qiz qaysi brendlarda reklama qilgan va qaysi brendlar bilan birgalikda ishlagan? Ko'p brendlar bilan ishlaganman. Masalan? 1 yil davomida Nafuz degan kompaniya bilan ishlab kelaman. Safiya bilan ham ishlaganmiz. Xo'p, kelajakdagi turmush o'rtog'ingiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Kelajakda turmush o'rtog'im bir-birimizni hurmat qilishimiz kerak birinchi o'rinda. Yo'q, hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, ayrim qo'shnoq ichidagi qizlarga o'xshab siz ham mahrga gelik so'raysiz? Yo'q, agar men uni sevsam, rostdan ham sharoitiga qarab narsa so'rayman. Shundaq chiroyli model qizni Instagramda istoriya va post narxi qancha? Aytavering? Aytavering. Post $600, istoriya $100. $600. Xo'p, qarang, seni meni profilim, manfaatli intervyu, meni obunachalarimga hamda o'zingiz obunachalaringizga manfaat tariqasida bir 5 tasiga $200 dan post qilib beraverasizmi? Mayli. Siz obunachilaringizga mayli. Qarang, shunda chiroyli qizda siz o'zingizning magaziningizda, brendingizda reklama qildirish imkoniyati egasiz $200 dan. Eshityapsizmi? $200 ga shu qiz zo'r qilib reklama qilib beradi. Bu videoga like bosib, reklama qildirmoqchi hamda brendni bor tanishlaringga yuborib qo'yinglar. Oxirgi manfaatli so'zingiz qanaqa? Hammaga xayr. Oxirgacha ko'rganingiz uchun rahmat.